Bizde Toshkentda mana bu tez bo'lsa juda tayyor bo'ldi. Bilasizlar nimaga ishlatadi buni? Mana hozir sizlarga terib ko'rsataman azizlarim. Mana judayam tez o'sibdi. Mana bugun ro'zamiz birinchi kuni. Xudo xohlasa ro'zamizga keling tayyorlaymiz. Bilasizlar nimaga ishlatadi buni? Judayam chiroyli o'sibdi. Mana xudo xohlasa biz buni tayyorlab yeb ko'ramiz bugun. Zelilarimizdan bittasi bu. Xudo xohlasa kechqurun tayyorlaymiz buni. Judayam zo'r bo'pti hozir, nozik. Bu narsa bu. Bilasizlar nimaligini? Toshkentda juda havo issiq bo'lgani uchun bizda birinchi tayyor bo'ladi bu. Mana Toshkentda tayyor bo'ldi bu. Bu tayyor bo'ldi. Keng dalalarimiz qarang, juda chiroyli bo'lgan hozir mana. Mana hozir bo'ladi. Navaram bilan buni teryapmiz mana. Xudo xohlasa kechqurun tayyorlaymiz buni mana. Buni qachon tayyorlaymiz? Salohiddin buni terib mana. Kechqurun nima qilamiz buni Salohiddin? Pishiramiz kechqurun. Xudo xohlasa judayam chiroyli manzara bo'pti. Dalalarimiz Buna yo'qmi?